Hammaga salom jigarlar. Bizda Muhammad Saloh chiqqan va biz Muhammad Salohni sotib olamiz. Xo'sh, biz Muhammad Salohni chiroyli darajada, o'zimizga yoqadigan darajada pul qilishni niyat qilganmiz va bu Muhammad Salohni pul qilishimiz uchun yetarli va juda ham ko'p kuchaytirishlarimiz mavjud. Muhammad Saloh musulmon futbolchi, misrlik, hozirda DLSda 86 darajada va biz mana bu arzon o'yinchini sotib yuboramiz. Bizga bu akkauntni topishda bir obunachimiz yordam qildi va biz Salohni kuchaytirishni boshlab olamiz. Va birinchisi tezlikka, ikkinchisi str darajasiga tushmoqda, uchinchisi sta darajasiga, to'rtinchisi sta darajasiga, yana beshinchisi tezlanishga, oltinchisi yana str darajasiga tushmoqda, yettinchi kuchaytirishimiz sta darajasiga, sakkizinchisi str darajasiga va bizga break horse berilmoqda va tezlanishiga tushmoqda va yana tezlanishga va tezligi 87 holatiga yetdi va str darajasi, tezlanish, sta darajasiga tushmoqda, tezlanishga, str darajasi 77 bo'lmoqda, tezlanish 96, str darajasi 78, sta darajasi 89, speed 88 bo'lmoqda, tezlanish 97, speed 89 va tezlanish break horse bergan holatda 99 bo'ldi. Sta darajasi 90, speed ham 90, sta darajasi 91, sta darajasi 92 va yana sta darajasi 93 bo'lmoqda, speed 91, sta darajasi 94, speed 92 va sta darajasi 95 bo'lmoqda va speed 93 va break horse berildi va tezlanish 100 darajaga yetdi. Sta 96, sta 97, sta 98, sta 99 holatiga yetdi va str darajasiga tushmoqda va tezlikka 95, str darajasi 80 bo'lmoqda, anchadan beri tushmayotgandi va yana str 81 va 100 holat bo'ldi. Ikkinchisi str 82, str 83, str 84, str darajasi 85 va Salohni pozitsiyasini almashtirib olamiz. Tayanch zonaga qo'ydik va yana str darajasi 86 bo'lib ketmoqda va break horse berildi va yana str darajasiga tushmoqda va darvozaga qo'yamiz. Endi yana kuchaytirish va tezlikka tushmoqda. Tezlik 96 va tezlik 97 va str darajasiga tushib qolmoqda. 88 bo'ldi str darajasi va yana str 89, speed 98 holatiga yetdi. Yana bir kuchaytirish va str darajasi 90 bo'lmoqda. Va Salohni chap qanotga ham qo'yib ko'ramiz va str darajasi 91, tezligi break horse berilgan holatda 99 bo'ldi va str darajasiga tushmoqda. Yana 92 va tezligini ham 100 qilib oldik. Muhammad Salohdan tepadan 3 ta 100 qilib oldik. Str darajasi 92 va endi texnika kuchaytirishlar bosishni boshlab olamiz. Screenshot qilib oldik.
va texnikalar bosishda davom etamiz. Birinchi texnika kuchaytirish koniga tushmoqda. Ikkinchisi pas berish darajasiga tushmoqda. Uchinchisi pas berish darajasiga yana bir marotaba va shoti 94 bo'lmoqda va yana kuchaytirishlar bosamiz va shotiga 95 sot va shoti 96 bo'lmoqda. Salohning zarba kont 92 va yana zarbasiga tushmoqda 97 zarbasi va Brickhorst taklingiga tushib olmoqda. Yana bir kuchaytirish kontrol 93. Salohga endi 3 talik kuchaytirish bossakmi? Yo'q, bittalik kuchaytirishlarni bosamiz va zarbasi 98 bo'lmoqda. Kontrol 94. Kontrol 95 bo'lmoqda Salohda. Va pas berish darajasi 91. Taklingga tushib qolmoqda 49 bo'ldi takling. Yana takling ellik holatiga yetdi. Va Saloh bittagina kuchaytirish bossak full holatiga yetadi. Afsus, to'xtash qila olmadik kontrol darajasiga va kontrol darajasi 95ligicha qoldi. Muhammad Salohni chiroyli holatda full qildik. Buni screenshot qilib olamiz. Saloh full holati yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang.